Dilfuza ismining ortida shunchaki go'zallik emas, balki butun koinot yashirin ekanini bilarmidingiz? Bu ism foris va arab tilidan chorrahalardan yaralgan bo'lib, dil qalb, fuza nurlantiruvchi, kengaytiruvchi degan ma'nolarni anglatadi. Ya'ni Dilfuza atrofdagilarning ko'nglini yoritguvchi nur demakdir. Ushbu ism egalari tug'ma psixologiklardir. Ularning eng kuchli xislati vaziyatni va insonlarni tabiatini so'zsiz his qila olishidadir. Ular o'ta sezgir, ammo qat'iyatli ayollardandir. Agar Dilfuza biror ishga kirishsa, u faqat natijaga, balki o'sha jarayonga ham go'zallik olib kira oladi. Ularning qalb dunyosi sirli xazinaga o'xshaydi. Hamma bilan kulib gaplashsa-da, eng teran kechinmalarni faqat munosib ko'rgan insonlargina ochadilar. Siz hayot yo'lingizda har doim boshqalarga nur ulashib yashashga munosibsiz. Ushbu videoni o'zingizni nurli bilan hayotingizni yoritayotgan Dilfuza ismli qizlarga yuborib qo'ying.